Vay Dilaçan müşkilatlı ver bir xeyri daha yok yani müşkilatı oturab. Bolam mani yemeptiken şunu ilgilay degendim. Qanday qilib buni yilib sizlar? Sen bu dükkanı qo'saqlarni biz ochib qo'ydikmi? O'sha xeridaning ish qandamoq yeyishlar bo'lamizlar? Çok tamam cahil bir basım yanında kalsam işte kaç götüre jürit Allah asıl be. Yok. Aç kalmadım ya da öyle bir bolam şu men aç kalmadım hem de ma yemeptiken hiç boş seken bir palet yol dışım batı man apır basım keşte etgelik düştü yedi o yanık öğülikini yanmış edin amal kılıp ekitime şunu ilgilay degen bunu ber bir tökü tutup kayslamanımış hiç boşmadı. Qo'ysa. Ne qildik yalla bu bizning dog'dor xo'rozda ishlatib qaqdi ish qandamoq yeysa qanday bo'ldi? Ustama desdan qipirda yenidan qipaz bo'ldi emasmi? Hocam yanında kıpasın sana hem de ötkeden 5 vaktam kılmış edin Ay bu kıpasıydı. shima og'zini bo'ldi. Xuddi ishlayotganga ko'z ochildi acha ko'narganmizda. Endi menda siz bizdan bir ishlar qilib uzun bo'ldi sizdan hayl qiyinchilik borligini bilaman. Lekin yo'ldoshlarning ham tomoqni men va'dani ikitishni o'ylab boqmabdim. Ayni vaqt sizga mana ekagimni kaga vaqtlarida shu hayl qiyinchilik bordi men o'shqish surishtirmaylam. Masalan bu do'kon qabul qilgan. Şunda bolam. Endi hozir buni qirqta oshxona vaqtida daboq qilishlar yaxshi bo'lmaydi. Shuna men oshpazga tablab qo'yay. Kundi kechtasizlar. Yo'ldoshlarning nima ilgili bo'lib qolsa, mana bu bir nechadan ochiq lazi degan chiqardim bak mana bu. Buni yemmaydi yashim qolgaydan. Ma'qul. Sizga ochiq qilmay bilan qilib qo'rma. Bir kuni u har qilsaydin, kundi kechda bir vaqtda men qo'rib pason. Yo'ldoshlarni taboq qilib shayib keslar. Ma'qul bolam ma'qul. Bunday qilmaslar, men balki sushtirasiz majozda. Ma'qul. Qani ma, jingli qani. Qani ma, kim joy jingli? Ha. Joyi qanday ketdi? Bu dükkanı qanday jingli olasizlar? Bu bunday demamay menga turgan turqiga kayfiyatiga ro'yatiga diqqat qilsak bu ajimiz kundim shaharimiz ishqan tamoqni xirdan daboqni turibdi. Bu degan bir qitimliq emas ekan, uzun yamida qilib ketdi. Ko'mdan ko'z olmishni. Men bu dükkan turib olmayman, davlat qizdan dükkana yenirindandirki, Kiparxonda dükkan bo'lganda kechki dükkan borman. Voy to'tqilar yarisi suma. O nima da qildi Allah. Voy yarisi shu meni bir bayqamizmi bu ishni? Voy nesqatim bayqaldi men shunda desam balam qo'ymisha o'zi yo'l uchun batmisha zotat ma'qul deb kelmay qaysalardan. Ay sizga bezko paken. Kömüge basanga onun bilek, onun paken koydum lekin bu kema ko'rib turib, siz mashina tuzatmaganga emas bezko paken qo'yma. Nima ish oshpaz tablab qo'ymading ular? Ya oshpazlik degan Material, bizdan dükkan material tuya ketdimi? Yo'q, unda to'liq bor. Biz bo'lgan ekan oshpaz yana avval to'liq bo'lgan ekan. Bekindi mevra qo'rpas bo'lmanda. Endi bu o'tganida machima uygamış ballan yatgan tamoqni bazraq tamoqni ketgan uyga biz nech qilib shu gap qilmagan. Endi machimizda bo'lgan mashina kirib men hayron qilyaptim misli to'lmas. Men uqmay mashina. Bu ballarni yongonsan tamoq degandan keyin ballar shishmaysan tamoq degandan yesa iqtida. Shu. Yetmasa ketmaydi. Bundan keyin bir vaqt tamoq o'rlashtirib olay. Pakendan bezko mashinani tutma. Chiqilib ketmaganda men avaz degan nayt bilan bo'ldi o'yildim. Bunday ketib to'lasin, ballar qirqandigini ayil qiyinchilik qilib qolsa, chiroq bizga deysizlar. Bo'ldi. Biz yetishimizcha qo'limizdan kuchimizdan yetishamiz, yordam qilamiz. Ma'qul bo'ldi. Tutolma? Bo'ldi. Ha, ma'qulasiz. Ma'qullar obda adam men bo'lmasa. Baka işte bedlenmez malika. Bez köpülga 5 katım maçta macarasam da oktaysılıp çıktım ya. Yan şahit kaşıkaya açıdayım arkadaşlar. Bulup kapımızla cümleyi bu da dikkat kılay hem de. Mesela günde dehatim bombasa mada kımızla. Ve tamak ballı bas gelip gitip atkanın ki yöngolun ballon tamaklarını öldürürge. Mada kılız bek saat tutma maçtayım. Zor ben körep kılıp bek çatak salvurdayım maçına. Bu da dikkat kılay bolam ma'qul. Ne kadar kırıkanda kırığı vurgandı bu işte maçımız deme. Bak haklı yigen lazcısı 68 koy. Bak her bas bezik yok lazcı yigizip koydular. Obda yigizlama lazcıyla. Obda yedim. Rahmet açça. Kapımızla ben bu da dikkat kılay. Bak bek dikkat kılamatlar sizler 10 gün 15 gün bek dikkat kılamatlar. Bir gün bek obda dikkat kıldılar. Bezik yok dikkat kıldık malika. Kontak olsa.